Xitoyning Sharqi Turkistonda yo'lga qo'ygan atalmish tarbiyalash markazi nomidagi turmalarni tekshirish uchun bormoqchi bo'lgan Germaniya hay'atining talabi rad qilindi. Germaniya Yeşillar partiyasi vakillarining oldimizdagi haftalarda Xitoyga ib bormoqchi bo'lgan ziyorati o'mak tarkibida Uyg'urlarning kishilik huquqi haqida gap qilib kelgan Margaret Bausning bo'lganligi uchun Xitoy tarafidan rad qilinganligi bildirildi. U mundaq dedi: vakillar o'magining tizimligida bo'lganligim uchunla komitet Xitoyni ziyorat qilolmaydi ekan. Bu xil qilmishni qabul qilolmaydi. Xitoy bu xil usul orqali kishilik huquq uchun gap qilgan parlament a'zolarining ovozini o'chirishga urinyapti. Germaniya Federatsiya parlamenti Xitoyning bu xil usulni qabul qilmasligi lozim. Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari Malayziyadagi Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotgan faoliyatchilar va tashkilot vakillari bilan ko'rishdi. İslam Hamkorlik Tashkiloti Kishilik huquq komitetining boshlig'i va Malayziya Persatuan Wadak Pensirdasan ummat tashkilotlarining raisi Ahmad Azzam Sharq Turkiston tashkilotlar birligi mas'ullari bilan ko'rishdi. 4 avgust elib berilgan uchrashishda Sharq Turkiston vaziyati va Taylanddagi Uyg'urlarning masalasi ustida fikr almashtirdi. Amerika 3 oyda yuz bergan hujumlardan keyin davlat miqyosida 5 kunlik motam e'lon qilindi. Trump e'lon qilgan uqtirishda Amerika bayroqlarining Oq saroydan boshlab barliq hukumat binolarida 8 avgust kechgacha yerim tushirilganligi bildirildi. Tunugun kech Chicagoda yuz bergan hujumda 14 kishi yaralandi. Atganda Ohio shtatidagi bir qurolli hujumda bo'lsa 9 kishi o'ldi. Uningdan boshqa Texas shtatining El Paso shahrida bir savdo saroyiga qilingan qurolli hujumda 19 kishi hayotidan ayrildi. Iroq neft ministrligi Eron inqilob muhofizatchilari armiyasi tarafidan Paris qo'ltig'ida musodir qilingan paraxotning Bag'dod hukumatiga tava ekanligini inkor qildi. Bayonotda munosabatli doiralarning Eron musodir qilgan paraxot haqida uchur ilishga tirishayotganligi ta'kidlandi. Eron armiyasi tarafidan yiqilg'i atkazchiligi qilindi degan bahona bilan Paris qo'ltig'ida musodir qilingan paraxotning Iroqqa tava ekanligi e'lon qilingan edi va Xita nomli paraxotning Erondan atkaz qilingan yiqilg'ilarni Paris qo'ltig'i atrofidagi arab davlatlarga to'shimoqchi bo'lganligi ilgari surilgan edi. Hindiston va Pokiston orasidagi Kashmir rayonida chegara liniyasida jiddiylik davomlashayotgan bo'lib, to'qinishlarning chegaradagi yezi bozorlarga qarab kengayayotganligi bildirildi. Pokiston soqchi doiralari tomonidan e'lon qilingan bayonotda Hindistonning o'q chiqarishi sababli bir ayolning yaralanganligi va to'qinishning chegara bo'yidagi yezlarga qarab kengayayotganligi bildirildi. Chegara bo'yidagi yezlarda yashaydigan kishilarning bexatar joylarga berish uchun uylaridan ayrilganligi va bir qismlarining bo'lsa uylariga yaqin joylarda yangi bino solganligi ta'kidlandi.